Mamlakatimizda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, sifatli ta'lim jarayonini shakllantirish yo'lida fidoyilik bilan mehnat qilayotgan pedagoglar ko'pchilikni tashkil etadi. Shulardan biri Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabi hamda tumanda faoliyat yuritayotgan matematika o'qituvchisi Doston Saydaliyevdir. Qahramonimiz 2024-yilda yilning eng yaxshi matematika o'qituvchisi nominatsiyasi g'olibi bo'lib, ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Eng e'tiborli jihat shundaki, uning tayyorlov kurslarida tahsil olgan yoshlarning deyarli barchasi oliy ta'lim muassasalari va prezident maktablariga muvaffaqiyatli qabul qilingan. O'quvchilarimizda 2024-2025 o'quv yilida 10 ga yaqin o'quvchilarimiz prezident maktabiga, 20 ga yaqin o'quvchimiz oliy ta'limga o'qishga kirgan, 20 ga yaqin o'quvchilarimiz milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Hozirgi kunda Amerikada demak yo'llanmani Kopernikusdan 8 nafar o'quvchimiz olgan bo'lsa, bu o'z-o'zidan bo'lib kelmaydi. O'tgan yil 2024-yil 4 nafar o'quvchim Birlashgan Arab Amirliklaridagi Abu Dabi shahrida bo'lib o'tgan matematika xalqaro olimpiadasida 4 nafar o'quvchim ishtirok etgan va 1 nafar Tomuratov Diyorbek o'quvchim birinchi o'rinda olgan. U yerda 60 ga yaqin davlat ishtirok etgandi. Men birinchi tuman, shahar va respublika bo'lgan musobaqalarda faxrli birinchi o'rinni oldim va Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lgan musobaqaga yo'llanma oldim. Mazkur jarayonlarni yo'lga qo'yish va zarur sharoitlarni yaratish markaz rahbariyati zimmasida. Shu bois o'quv markazi direktori bilan suhbatlashdik. O'quv jarayonimiz boshlaganimizga 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri faoliyat ko'rsatyapmiz va bu qisqa fursat ichida biz yuqori marralarni qo'lga kiritdik. Kelajakda biz o'quv markazimizda fanlar doirasini kengaytirmoqchimiz. Yanada ko'proq o'qituvchilarni jalb qilamiz, o'quvchilarni va o'sha yoshlarga bilim berishda to'xtamaymiz. Qahramonimiz kelgusida o'quvchilarini yanada yuqori natijalarga erishtirib, yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishni niyat qilgan. Maftun Obaydullayeva, Bahrom Abdullayev ovozi informatsion dasturi uchun Samarqanddan.